Allohga qasamki, Allohdan boshqa mehribonroq va rahimliroq zot yo'qdir. Agar banda gunoh ish qilmoqchi bo'lsa, Alloh taolo uni to'sib qo'yishga, gunohdan qaytarish uchun hatto farishtani yuborishga ham qodir. Lekin inson gunohga qo'l ursa ham, mehribon Alloh taolo bandasining gunohini hech kimga bildirmay berkitadi. Alloh taolo bandasi gunoh qilganidan keyin ham unga mehribonlik qiladi. Alloh taolo har kecha bandalarini tavba qilishga, o'ziga qaytishga chaqiradi. Alloh taolo bandalarining kunduzi qilgan gunohlarini kechirish uchun kechalari tavba qilishga, kechalari qilgan gunohlarini kechirish uchun kunduzi tavba qilishga chaqiradi. Alloh taolo nihoyatda mehribon va ulug' zotdir. Subhanalloh. Alloh taolo behojat zotdir. U bandalariga muhtoj emas, ammo tavba qiluvchi va o'ziga qaytuvchi bandalarini juda yaxshi ko'radi.